har qanday davrda ham ta'lim-tarbiya muhim dolzarb masala hisoblangan. Ma'lumki, mustaqillikdan keyin yurtimizda o'sib o'tgan yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash maqsadida ta'lim tizimida juda tub islohotlar amalga oshirib, bu izchil davom ettirilib kelyapti. Ayniqsa prezidentimizning 2024-yil 21-iyunda qabul qilgan maktabgacha maktab ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatgan rahbar hamda pedagog mutaxassislarni kasbiy malakasini rivojlantirish va ularni samaradorligini oshirish maqsadida ana shu qarorda qator vazifalar qo'yilgan. Bugungi kunda Andijon pedagogik mahorat markazida ana shu vazifalar qanday bajarilyapti, shu haqida bugun ko'rsatuvimizda hikoya qilamiz. Ko'rsatuvimiz davomida yaqindan tanishasiz. Tursunali, ma'lumki, muhtaram prezidentimiz 2024-yil 21-iyun kuni maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror e'lon qilindi. Ushbu qarordan so'ng ma'lumki, sizlar ishlatgan tizimda tubdan o'zgarish ro'y berdi. Albatta. Aynan o'tgan davr mobaynida bugungi kunda Andijonda qanaqa ishlar amalga oshirish haqida bizga batafsil gapirib bersangiz. Savol uchun rahmat. Avvalambor, hozir Andijon viloyat pedagogik mahorat markazida prezidentimizni qarorlaridan so'ng juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Oldin bir haftalik kurslar bo'lardi, hozir bir oylik kurslarga o'tdik. 100 soatlik o'quv reja bo'yicha darslarni tashkil qilganmiz. Analog'i mahorat darslarini tashkil qilganmiz. Yil mobaynida 35 xil yo'nalish bo'yicha mahorat oshirish, malaka oshirish darslari tashkil etilgan. Fevral oyida 16 xil fanlar va yo'nalishlar bo'yicha hozirda mahorat darslarini berib kelyapmiz. Prezidentimizni qaroridan keyin hozir moddiy bazalarni judayam har bir sinfda moddiy bazalar to'liq mahorat dars berish uchun o'qituvchilarda bitiruv malakaviy ishlar, bularni o'qigandan keyin oyda oxirida bitiruv malakaviy ishlari, loyiha ishlari, 100 soatli pedagoglarimiz rejani bajarayotganda albatta sertifikat olishdan oldin bitiruv malakaviy ishlari, loyiha ishlari, mikrodars va qo'shimcha testlar topshirib o'zini bilimiga yarasha sertifikatlarga ega bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim tizimini, zamonaviy baholarni maktablarda keng yoyishda prezident maktablari bilan memorandum tuzishlar to'g'risida gap yuritilgan. Prezident maktablarini ilg'or tajribalarni umumta'lim maktablariga olib kelishda ustuvor vazifa qilib biz mahorat markazlariga yuklatilgan. Hozirgi kunda buni ijrosini ta'minlash maqsadida prezident maktablari bilan biz hamkorligimizni boshlaganmiz. U yerda dars berayotgan xorijiy o'qituvchilar kelib shu yerda ham darslarini boshladi. Prezident maktablarida bir haftada 2 marta shu yerda amaliy jarayonlarni amalga oshirib kelyapmiz. Bevosita u yerdagi tajribalarni, ayniqsa zamonaviy baholash, u yerda dars o'tish usullarini o'zlari o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, maktabdan kelayotgan o'qituvchilar, ma'naviyatchilar ko'zlari bilan ko'rib, jarayon qanday ketayotganini ko'rib, o'zini amaliyotida bajargandan keyin bevosita maktablarda shuni qo'llashni boshlaydi. O'ylaymanki, tez kunlarda prezidentimiz tomonidan aytilgan topshiriqlar maktablarda ich-ichiga kirib, hozirgi kunda talab darajasidagi bilimlarni berishni boshlaymiz. Tursunali, yana bitta savol. Prezidentimizni 2024-yil 30-sentyabr kuni bevosita Abdulla Avloniy institutida shu butun xalq ta'limi xodimlari bilan, mutasaddilar bilan uchrashuv bo'ldi. Shu uchrashuvda qator yana vazifalar qo'yildi. Shundan kelib chiqib bugungi kunda ana shu yerda ko'tarilgan dolzarb masalalar bo'yicha qanday ishlar amalga Andijon viloyatimizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Viloyat hokimimizga chin dildan shu fursatdan foydalanib rahmat aytaman. Hozirgi kunda yangi joy qurilish boshlanyapti pedagogik mahorat markazi uchun. Buning uchun alohida yer ajratildi yangi Andijonimizdan. Bu yerda bir kirganda 1100 pedagog xodimlari
bemalol hamma sharoitda, hamma qulaylikda shu mahorat darslarini shu yerda bemalol o'qishi mumkin bo'ladi. Hozirgi zamonaviy binoda barcha qulayliklarga ega bo'lib, bu yerda albatta kutubxonalar judayam katta holatda bo'ladi. O'quv xonalari judayam zamonaviy holatda bo'ladi. Va uzoq masofadan keladigan o'qituvchilarimizga yotoq xonalar bilan ham ta'minlanyapti. Yaxshi. Endi shunchalik sharoit, imkoniyat yaratilgani bilan birgalikda bugungi kunda tinglovchilarimizga bugungi zamon talabida asosida ularni malakasini oshirish, mahorat darslarini o'tadigan o'qituvchi pedagoglarimizni ham mahorati va kasbiy mahoratlari qanday? Ular shunga tayyor? Sizga misol keltirib ayta olmayman. 56 nafar shu yerda o'qituvchi xodimlarimiz ishlayotgan bo'lsa, ulardan 10 nafari PhD, 2 nafari professor holatida va qolganlari hammasi magistraturani bitirgan katta o'qituvchi darajasidagi o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Demak, bugungi kunda shu tinglovchilarga, xalq ta'limi xodimlariga, ya'ni shu maktablarimizda, maktabgacha ta'limda dars berayotgan, uni oldiga qo'ygan vazifalarni uddalash uchun yaqin bir ko'makchi sifatida faoliyat ko'rsatadigan ustozlarimiz bor. Albatta, ustozlarimiz bor. Bu yerga kelayotgan hozirgi tinglovchilarimiz deb gapirsak, pedagoglarimiz kelib turib darslardan mamnun bo'layotganlarini yozma ravishda, diliqsor ravishda aytib ketadi. Bu bizni ko'nglimizni ko'taradi. Lekin bu bilan biz xursand bo'lishimiz kerak emas. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Yanada o'qituvchilarni dars berish saviyalarini yanada ko'taramiz. O'ylaymanki, tez kunda yurtboshimiz bizga qo'ygan vazifalarni yorug' yuz bilan uddasidan chiqamiz. Jadidchi bobomiz Abdulla Avloniy tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo falokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deganda. Bu ayni haqiqat. Bu hikmatli so'zlar bugungi kunda o'z qadrini yo'qotgani yo'q. Shunday ekan, mahorat markazida o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash borasida kamarbasta bo'layotgan o'qituvchi pedagoglarni qayta tayyorlash va ularning malakalari oshirilmoqda. Xalqaro tadqiqotlar davomida demak PISA xalqaro tadqiqoti, TIMS xalqaro tadqiqoti, PIRLS va TALIS xalqaro tadqiqotlariga demak a'zo o'tkazilib bo'ldi. Demak biz Andijon viloyat pedagogik mahorat markazida barcha yo'nalishdagi o'qituvchilarga demak xalqaro tadqiqotlar va ularning tahliliga bag'ishlangan mavzularni olib boramiz. Xalqaro tadqiqotlar doirasida PISA xalqaro tadqiqoti bu 15 yoshli o'quvchilarda matematika, tabiiy fanlar va o'quvchi savodxonligiga bo'lgan demak savodxonligini aniqlovchi xalqaro tadqiqot bo'lib, aynan tabiiy fan yo'nalishida, ya'ni biz erishilgan yutuqlar, ularning tahliliga bag'ishlangan demak mashg'ulotlar olib boriladi. Hozirgi mashg'ulotimiz ham aynan PISA xalqaro tadqiqotda tabiiy fan yo'nalishi bo'yicha bir nechta savollar tahliliga bag'ishlangan va mana shu jarayonlar demak tinglovchilarga yetkazildi. Aynan tabiiy fan yo'nalishi bo'yicha demak global iqlim jarayoni yoki umuman olganda butun dunyodagi bir muammolarga bag'ishlangan mavzular ko'rib chiqildi. PISA xalqaro tadqiqotida erishilgan yutuqlarimiz yoki ko'rib chiqqan kamchiliklarimiz ham tinglovchilarga yetkazildi. Umumiy kamchiliklarni bartaraf etish va tinglovchilar orasida aynan xalqaro tadqiqot doirasida biz o'qitayotgan mavzular, tabiiy fanlar negizida mana shu jarayonlarni oldini olish va mana shu jarayonlarga oid bilimlarni ulashish maqsadida demak fikr va mulohazalar yetkazildi. Shuningdek, Andijon viloyati pedagogik mahorat markazida xalqaro tadqiqotlar doirasida demak O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatidagi prezident maktablari hamkorligida ham bu ishlar olib borilmoqda. Mana kecha kuni o'tkazilgan jarayon natijasida Andijon viloyat prezident maktabidan ham demak xorijlik mutaxassislar taklif etildi va xalqaro tadqiqot doirasidagi demak muammolarni bartaraf etish yuzasidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Demak, tinglovchilar bu xalqaro tadqiqotlar o'zi aslida nima uchun kerak? Aynan fan doirasida qanday ishlarni amalga oshirish kerak va nimalarga erishish lozim yoki o'quvchiga qanday bilimlarni yetkazish to'g'risida demak o'z fikrlariga ega bo'ldilar. Bizi aynan tabiiy fan yo'nalishida faqatgina nazariy ma'lumot emas, nazariyot bilan amaliyot uyg'unlikda olib borish kerakligi, ya'ni amaliyotni ko'proq nazariyadan ustun qo'yish kerakligi ham uqtirildi va tinglovchilar o'ziga kerakli bo'lgan demak bilimlarga ega bo'ldi va umumiy xulosalar kelib chiqdi. 2025-yilning aprel va may oylarining oxirlarida demak PISA xalqaro tadqiqoti o'tkaziladi va
O'zbekiston ham unda ishtirok etadi. Aynan Andijon viloyatida 19 ta maktab tanlab olingan bo'lib, bu 19 ta maktablarda demak jarayonlar olib borilmoqda. Aynan shu jarayonda, ya'ni PISA xalqaro tadqiqotda yuqori natijalarga erishish va o'qituvchilarda ana shu fan doirasida yetkazish mumkin bo'lgan bilimlar doirasida ham fikrlar o'rtoqlashildi. So good morning everyone. I am Mr. Bizda maktabda o'qituvchiman. Ismim Emmanuel Jazz, Filippindan. Lekin bu yerda o'qituvchilarga, biologiya o'qituvchilari, fizika, ximiya o'qituvchilari, ingliz tili o'qituvchilari, hatto malaka oshirish o'qituvchilari bilan ham darslar tashkillashtirmoqdamiz. Darslar juda ham qiziqarli bo'lyapti. Bu darslarimizda an'anaviy metodlardan voz kechgan holatda global metodlardan foydalanib, aktiv o'qituvchi va strategiyalardan foydalanyapmiz. Xalqaro o'sha veb-saytlardan foydalanyapmiz. Shu orqali to'g'ri qiyin bo'lyapti ayrim fanlarda, biologiya, ximiya fanlarida ingliz tilida muammo bo'lyapti, lekin baribir ular o'tilayotgan mavzuga juda ham qiziqishyapti. Lekin darslarimiz ingliz tili o'qituvchilari bilan, trenerlar bilan juda ham maroqli o'tyapti. Bu yerda xorijiy konsultant bo'lib ishlash jarayonida shuni ko'rdimki, ta'limga bo'layotgan islohotlar juda ham ijobiy. Hatto asosiy maqsad o'qituvchining ishini osonlashtirish. Bu orqali ta'limda yaxshi yuksak natijalarga erishish bo'lyapti. Buni o'qituvchilar bilan, trenerlar bilan o'tayotgan darslarimizdan kuzatyapmiz. Ular juda ham qiziquvchan, turli xil o'zi qiziqtirgan savollarga murojaat qilishyapti. Binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik gullarining eding maftuni. Har uyg'ongan turkday hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni. Davlatimiz rahbari tomonidan pedagog xodimlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini yanada muntazam oshirish maqsadida qarorda chora-tadbirlar belgilab berildi. Albatta mana shu chora-tadbirlar asosida Andijon viloyat pedagog mahorat markazimizda hududimizdagi Prezident maktab o'rtasida memorandum tuzildi. Mana shu memorandum asosida biz pedagogika psixologik ta'lim texnologiyalari kafedrasi o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlarini, tinglovchilarini Prezident maktablariga ta'lim sifat jarayonini yanada takomillashtirish, rivojlantirish maqsadida umumta'lim maktablariga mana shu Prezident maktabining ilg'or tajribalarini yanada ommalashtirish va keng tatbiq etish maqsadida olib boryapmiz ishlarni va mana shu Prezident maktabidagi ilg'or o'qituvchilar ham mana shu markazimizga kelib bir qancha tinglovchilarga o'zlarini yangi baholash tizimlari va yangi o'tkazilayotgan metodik kunlar haqida kelib tajribalarni amalashtirib kelib bizda o'z ishlarini joriy etib kelmoqda. Andijon viloyati pedagog mahorat markazida bugungi kunda 50 nafar ilmiy darajali hamda ilmiy unvonli, 13 nafar katta o'qituvchi, 25 nafar o'qituvchi faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'lim davomiyligi 1 oy bo'lib, 2025-yil davomida malaka oshirish rejasi 9121 nafarni tashkil etadi. Shu oy, ya'ni ayni fevral oyi davomida 18 ta yo'nalish bo'yicha 990 nafar tinglovchilar tahsil olmoqdalar. Markazda 3 ta kompyuter xonasi, 150 o'rinli kompyuter markazi hamda 3 ta laboratoriya mavjud. Yana zamonaviy axborot texnologiyalari va elektron jihozlar bilan ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi 231 sonli qarori hamda muhtaram Prezidentimizni 2024-yil 30-sentyabrdagi 152-sonli farmoni asosida bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini malaka oshirish tizimi o'zgacha bir mahorat kashf etyaptiki, chunki bizni mana shu markazimiz pedagogik mahorat markazi sifatida tan olindi va bugungi kunda malaka oshirayotgan tarbiyachilarimiz tinglovchi emas, balki ishtirokchi sifatida o'zlarining kasbiy mahoratlarini, o'zaro tajriba almashish, interfaol usullarda ta'limiy jarayonlarni tashkil etish, o'ynab turib o'ylovchi muhitlarga ta'lim jarayoniga olib kelish maqsadida ta'lim tarbiya sifatini samaradorligini oshirishga erishmoqda. Bugungi mana shu o'tkazilayotgan tadbirda ham ajoyib dunyo mavzusida festival o'tkazdik. Bu festivalda mana shu tarbiya
tarbiyachilarimiz o'zlarining kasbiy mahoratlarini, intellektual salohiyatini, interfaol usullarini, hattoki ana shu bolalar bilan o'ynanadigan didaktik o'yinlar va mana shu qardosh mamlakatlarni ona allasidan boshlab ularning kiyinish madaniyati, muomala madaniyati, milliy urf-odatlari, raqslari, qo'shiqlarini o'zlarini mana shu mahoratida aks ettirdilar. Hatto ularning taomlarini ham tayyorlab, bugungi festivalda tashkil etilgan mahoratni bular maktabgacha ta'lim tashkilotlariga olib borishadi va bolalarga ham mana shu maktabgacha yoshdan o'zaro hamdo'stlik, demak, millatlararo totuvlik kabi tushunchalarni gapirib emas, balki amaliyotda, ularning liboslarida, ularning urf-odatlarida, ularning taomlarida, ularning raqslarida, qo'shiqlarida, ertak va maqollarida ham aks ettiradilar. Ularning ongi shuuriga, demak, xalqaro hamdo'stlik, millatlararo totuvlik, demak, ana shu qo'shni mamlakatlarning o'ziga xos urf-odatlarini ham qiziqish bilan o'rganib o'zlashtirib boradi va bizni Andijonimizda Uyg'ur millati, Tojik millati, Qirg'iz millati, Qozoq millati va yana boshqa bir qator millatlar, mana Koreys millatlari, mana Koreys millatini ham raqslarni ijro etishda nafaqat qo'shni mamlakatlar, balki qardosh mamlakatlarni ham urf-odatlarini o'rgatishga harakat qiladi. 231-sonli qarorning birinchi yo'llanishi uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'lgani bu maktabgacha ta'lim tashkiloti hisoblanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, demak, bugun ana shu maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim tarbiya berish, ularni maktabga to'laqonli tayyorlash uchun, demak, birinchi o'rinda tarbiyachining kasbiy mahoratini oshirish, ularni kasbiy mahoratini oshirish nafaqat malaka oshirish, balki oliy o'quv yurtlarida o'qish, ularning salohiyatini oshirish va bugungi kunda ana shu axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish, interfaol usullardan foydalanish, o'ynab o'ylovchi muhitni yaratish uchun o'yinning turli turlaridan foydalanishga katta ahamiyat qaratilgan. O'lkamizga fasllar kelinchagi bahor eshik qoqmoqda. Aslida tabiat erta uyg'onib, fusunkor yurtimizga bahor kirib keldi go'yo. Mahorat markazi hovlisiga qozonlar o'rnatilib, ustozlar sumalak qaynatmoqdalar. Doshqozon atrofida milliy qo'shiqlar, lapar va aytishuvlar, kelin salomlar yangrayapti. Ha, qayerda tinchlik, hamjihatlik, xotirjamlik bo'lsa, o'sha joyda birlik, qutbaraka, bayramlar bo'ladi.